Assalomu alaykum aziz kanalimiz a'zolari. Mana yana hisob ketishyapti ukamiz. O'tgan safar ham o'zlari kelishuvdi. Bu safar ham oluvdik. Bu safar ham mana yana 10 komplet oldik. Xudo xolasa yaxshi baraka to'g'riyapmiz endi. Yaxshi bo'lyaptimi? Yaxshi bo'lyapti. Natija bor. Yaxshi bo'lmagandek emas, natija bor. Rahmat. Kelaverasizlar. Kecha ishlab chiqarishni davom ettiryapmiz. Hozirgi mana nimalarni paddonlarni ko'rsangiz, bundan ko'ra qalinroq qilib hozir 700 kilodan 900 kilogacha ko'taradigan paddonlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Ya'ni yanada baquvvat qildik buni. Keyin biz mana 2 metrliklarimizni ko'ramiz. O'sha o'rta pog'onali doimgidek chiqaryapmiz. Standart 720 ming beryapmiz. Ko'proq olsa 700 beryapmiz. Ob'yomlariga qarab kelishtirib berilyapti. İnşallah kilometrler 90'lik 533 56 53. Bizden bor. Ko'rinishi xuddi shunaqa to'rttalik bo'ladi. Nimasi 1,5 stenka bo'ladi. Ya'ni trubalari o'shalarni ham yo'lga qo'ydik. Xudo xolasa 620 mingdan beryapmiz. Mana bu 32lik bo'ladi, 25lik 620 ming so'mdan chiqadi. 1,5 stenka bo'ladi. Qalinligi. Endi inshaalloh ob'yomga qarab gaplashaveramiz. Sog' bo'linglar. Rahmat sizlarga, e'tiborlaringiz uchun.